Hammaga salom. Sizlar bilan yana Kino vaqti kanali. Ikki dugonalar sahroda tashlab ketilgan 600 metrlik ulkan antenna minorasiga borishadi va uning cho'qqisida ularni nimalar kutayotganini tasavvur ham qilishmagan edi. Film 3ta adrenalin ishqibozining ulkan qoya devoriga chiqishi bilan boshlanadi. Ular Bekki, uning eri Den va eng yaqin do'stlari Hunter. Yuqoriga chiqish vaqtida Bekki to'satdan sakrab o'tishga majbur bo'ladi. Den uni ushlab qoladi. Den chiqishni davom ettirayotganda to'satdan uchib chiqqan ko'rshapalak uni chalg'itadi va u muvozanatni yo'qotadi. Den osilib qoladi va qayta ko'tarilishga harakat qiladi. Ammo uning kamar bog'ichi yechilib, u pastga qulaydi va vafot etadi. Taxminan 1 yil o'tgach, Bekki ichkilikka berilib, deyarli ichkilikbozga aylanadi va Denning o'limidan keyin hali ham o'ziga kela olmagandi. Uning otasi James unga Den uchun motam tutishni bas qilishini maslahat beradi. Chunki u Bekki o'ylaganidek odam bo'lmagan bo'lishi mumkin edi va Den ham Bekki uchun bunday qilmagan bo'lardi deydi. Shu sababli Bekki otasidan qattiq xafa bo'ladi va o'shandan beri u bilan gaplashmaydi. Keyinroq Bekki bardan uyiga qaytadi va Hunterdan qo'ng'iroq kelgunicha haddan ziyod dozada dori ichib, o'z joniga qasd qilishga tayyorlanadi. Hunter Bekkining uyiga keladi, unga tasalli berish va 2000 futdan balandroq bo'lgan televizion antenna minorasiga chiqishni taklif qiladi. Bekki Denning o'limidan keyin bu narsalardan voz kechgani uchun ikkilanadi. Hunter dugonasining uyida shu kecha tunab qoladi. Uxlayotganda Bekki dahshatli tush ko'radi. Tushida u Denning yotoqda uning yonida qonga belanib yotganini ko'radi. Tushdan uyg'ongach, u Hunterga Denning unga hayotdan qo'rqmaslik haqida aytgan so'zlarini eslaganini va u bilan birga minoraga chiqishga rozi ekanini aytadi. Hunter Bekkini olib yo'lga chiqadi va minoraga yaqin hududga borishadi. Ular ovqatlanish uchun kafeda to'xtashadi. Bu yerda Hunter Bekkiga telefonni lampadan foydalanib quvvatlantirishga yordam beradi. Keyin ular minoraga chiqishdan oldin kechani motelda o'tkazishadi. Qizlar minoraga yo'l olishadi, lekin yetib borishga oz qolganda mashina bilan darvozadan o'ta olmagani uchun piyoda yurishga majbur bo'lishadi. Yo'lda ular tiriklayin koyot jasadini yeyayotgan o'laksaxo'r qushlarni ko'rib, ularni haydab yuborishadi. Minoraga yetib kelganda Bekki juda qattiq hayajonlanadi va deyarli orqaga chekinadi. Lekin Hunter uni davom ettirishga ko'ndiradi. Ular minoraga chiqishni boshlaydilar va 1000 futdan keyin to'xtashadi. Bu yerda ular balandlikdan manzarani biroz kuzatishadi va Hunter ular allaqachon Eyfel minorasi balandligidan o'tib ketganini aytadi. Eng yuqoriga chiqish uchun ular zanglagan va chirigan narvon bilan yana 200 fut balandlikka ko'tarilishi kerak bo'ladi. Hunter yuqoriga chiqayotganda bir nechta boltlar bo'shashadi. Ikkalasi nihoyat cho'qqiga yetib kelishadi va u yerdagi manzaradan hayratda qolishadi. Hunter ijtimoiy tarmoq sahifasi uchun videolar suratga oladi va har tomondan suratga olish uchun drondan foydalanadi. Shundan so'ng Hunter ular turgan temirning chetidan osilib suratga tushishga qaror qiladi va dastlab istaksiz va qo'rqqan Bekkini ham xuddi shunday qilishga ko'ndiradi. Nihoyat Bekki ham qo'rquvlarini yengish uchun fursatdan foydalanadi. Qizlar narvon bilan pastga tushishga qaror qilganda, birinchi Bekki tushadi va narvonning boltlari tushib ketgan qismiga yetib keladi. Narvon joyidan qo'porilib ketadi va Bekki dron yordamida suv solingan sumkasini pastdagi sun'iy yo'ldosh antennasiga tashlaydi. Hunter kamardan foydalanib Bekkini qayta tortib olishga muvaffaq bo'ladi. Endi ularning pastga tushishi uchun narvon yo'q. U butunlay vayron bo'lgan. Natijada Bekki oyog'idan katta jarohat oladi. Hunter esa uning oyog'ini mahkam bog'laydi. Qizlar u yerda yordam chaqirish uchun hech qanday signal yo'qligini ko'rishadi. Ular tushgan narvonning shovqini kimningdir e'tiborini jalb qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Lekin 5 soat o'tib ham hech kim yordamga kelmadi. Turbin bilan ular darvoza yonida bir mashina to'xtaganini ko'rishadi. Hunter yordam so'rab xabar yuborishga harakat qiladi. Lekin balandlikda aloqa bo'lmagani uchun xabar yetib borishi uchun telefonni pastga tashlashga urinib ko'radi. U telefonni iloji boricha pastga tushiradi, lekin qancha urinsa ham foydasi bo'lmaydi. Ular telefonni Hunterning oyoq kiyimiga solib, uni Bekki va Hunterning paypog'i bilan to'ldirib, yerga tushganda sinmasligi uchun tashlashga qaror qilishadi. Afsuski, bu ham muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Mashinadagi odamlardan biri itini ular turgan joy yaqinida sayr qildirayotganda, it Hunterning oyoq kiyimini va singan telefonini topadi. Qizlar ularni ko'radi va Bekkining oyoq kiyimini tashlab e'tiborlarini jalb qilishga harakat qilishadi, lekin hech qanday natija yo'q.
Keyin ular ikki erkakning ovqat pishirishmoqchi bo'lishayotganini ko'rishadi va qizlar chiroq yordamida e'tibor jalb qilish uchun kech kirguncha kutishga qaror qilishadi. Quyosh botgandan keyin ular e'tiborni o'zlariga jalb qilish uchun harakat qilishadi va Bekkining telefonidan chiroq yoqishadi. Biroq ikki erkak qizlarni ko'rsa ham yordam bermaydi. Uning o'rniga Hunterning mashinasini ko'rishadi va uni o'g'irlash uchun o'z mashinalari bilan yaqinlashishadi. Qizlar chanqab och qolishni boshlaydilar. Kechasi Bekki Den bilan bo'lgan to'y marosimidan video tomosha qilmoqda. U yerda Hunterning orqa fonda xafa bo'lib turganini ko'radi. Shuningdek, u Hunterning oyog'ida 143 raqamli tatuirovkani ko'radi. Bu Denning aytadigan so'zlari edi. Chunki u Bekkiga hech qachon seni sevaman demagan. Buning o'rniga har bir so'zdagi harflar sonini aytardi. Hunter bunga iqror bo'ladi. Uning aytishicha, Den bilan mast holda bo'lganini, birinchi qadamni Den qo'yganini va undan keyin 4 oy davom etgan munosabatlar bo'lganini tan oladi. Hunter Denni sevib qolgan bo'lsa-da, Bekkini undan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rgani uchun undan ajralganini bildiradi. Ertasi kuni ertalab Bekki Hunterning telefonini yerga tashlaganlaridan beri oradan 24 soat o'tganini va telefonning aniq buzilganini tushunishadi. Hunter sumkada kerakli narsalar borligi uchun uni olishga qaror qiladi. Sumkani olish uchun u minoraning sun'iy yo'ldosh antennasi qismiga tushishi kerak. U o'zini pastga tushirish uchun kamardan foydalanadi va sun'iy yo'ldosh antennasiga sakrashga muvaffaq bo'ladi. Sumkadan suvni olib biroz ichgandan so'ng Hunter selfie tayoqchasi bilan sumkani kamarga bog'laydi va yuqoriga chiqishda undan foydalanadi. Yuqoriga o'z qo'llari bilan kuch sarflab chiqayotganda Hunter sirpanib sumkaga osilib qoladi. Hunterning qo'llarini arqon kesib yuborgani uchun endi Bekki uni o'z kuchi bilan tortib olishi kerak. Nihoyat qiyinchilik bilan bo'lsa-da, Bekki Hunterni tortib oladi. Keyin qizlar xat yozib uni ular tunab qolgan motelga yuborish uchun dronga bog'lashadi. Ammo dronning batareyasi juda kuchsiz. Shuning uchun dron yerga tushmasdan oldin uni darhol qaytarib olishadi. Bekki Hunterning kafeda telefonni quvvatlaganini eslaydi va dronni chiroq patroniga ulash uchun minoraning eng yuqori qismiga chiqadi. Adapter yetmaganda Bekki quvvat olish uchun nikoh uzugidan foydalanadi. Oyog'idagi yaraning hidini sezgan o'laksaxo'r qushlar unga hujum qilsa ham, Bekki og'riqli bo'lsa-da, u yerda biroz turadi. Nihoyat Bekki dronning batareyasini to'liq quvvatlay oldi. Qizlar juda xursand bo'lishadi va Bekki dronni uchira boshlaydi. Dron motelga yetishiga ozgina qolganda yuk mashinasi unga urilib ketadi va dronni ishdan chiqaradi. Haydovchi mashinadan tushadi va atrofga biroz qaraydi. Qizlar juda umid qilishadiki, hech bo'lmaganda haydovchi dronni ko'rib yordam berar. Lekin haydovchi nima bo'lganini tushunmaydi va mashinaga o'tirib u yerdan ketib qoladi. Bekki suvsizlik va ochlikdan yanada aqldan ozishni boshlaydi. U Hunterdan oyoq kiyimini so'raydi. Yordam uchun xat yozib telefonni oyoq kiyimiga solib pastga tashlash uchun. Keyin ma'lum bo'ladiki, so'nggi bir necha soat davomida Bekki gaplashgan Hunter shunchaki gallyutsinatsiya bo'lgan va uni xayolida ko'rgandek bo'lgan. Aslida esa Hunter hech qachon sumkaga tushmagan. U sun'iy yo'ldosh antennasiga yiqilib, qon ketishidan vafot etgan. Bekki faqat sumkani olgan va Hunterning u yerda yolg'iz qolishi bilan yuzlashishini xayol qilgan edi. Ertasi kuni ertalab o'laksaxo'rlar Bekki uxlayotganda uning oyog'idan yeyishga harakat qiladi. Keyin Bekki qushning bo'ynidan ushlab uni o'lguncha yerga uradi va uni yeya boshlaydi. Bekki omon qolish uchun uning so'nggi imkoniyati borligini biladi. U otasi Jeymsga pushaymonlik hissi bilan xabar yuboradi. U faqat uning g'amxo'rligi uchun izlaganida Bekki unga beparvo muomala qilgani uchun uzr so'raydi. U sun'iy yo'ldosh antennasiga tushadi va telefonni qo'yish uchun Hunterning oyoq kiyimini yechadi. Keyin telefon solingan oyoq kiyimini Hunterning yirtilgan qorniga soladi va xabar yetib borishi uchun Hunterdan uzr so'rab, uning jasadini pastga itarib yuboradi. Keyin esa Jeymsning minoraga mashinada kelayotgani ko'rinadi va u yerda voqea joyida Bekkidan boshqa barcha qutqaruv guruhini ko'radi. Jeyms qutqaruvchilar Hunterning jasadini olib ketayotganini ko'rib juda qo'rqadi. Chunki u Bekkini ham o'lgan deb o'ylaydi. Lekin shu payt Bekki uni chaqiradi. U otasini quchoqlash uchun yuguradi va ular yarashishadi. Shu bilan film yakuniga yetdi. Ko'proq qiziqarli kinolar va yangi filmlar sharhini ko'rishni istasangiz, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.